millionga chiqmasa 240 ming ko'chatni boqamiz. Bular qolgan fermerlarni ekib berishga tayyor. Suvni tejovchi texnologiyalari nafaqat paxtaga, barcha qishloq xo'jaligi ekinlariga bosqichma-bosqich qo'llash amaliyotiga o'tish masalasi vazifa sifatida qo'yildi. 240 ming ko'chat qilish uchun nima bo'ladi? 90lik sxemadan voz kechishimiz kerak. Mana juda ko'p fermerlarda, buni oldin sinab ko'raylik, biz bilmaymiz degan savollar ko'p. O'tgan yili 100 ming gektar yerda sinagan. Kafolatlangan 70 sentga hosil olsa bo'ladi.